Hurmatli do'stlar, biz buni uddaladik. Keskin, ya'ni o'sha eski Kirov qishlog'idagi qabristonni obod qildik. Demak, biz buni uddaladik. Hurra! Hurmatli do'stlar, mana ko'ryapsizlar. Mana shu qabr. Mana shu qabrni hozir o'rganimizda hozir ochiladi. Ko'ryapsizlar, o't o'sib ketgan. Bu o't juda uzun bo'lib ketgan. Jonlari ham yaxshigina bor. Hozirlarimiz ko'rasizlar. Xudo xolisi Yangiyo'lda Hashardamiz. Hozir ertalabdan ishlar avjida ketyapti. Hamma odamlar bir-biriga yordam bergan. Xullas atmosfera juda zo'r darajada. Yoshim 10 yoshda, Toshkentda tug'ilganman. Kirib qishlog'ini tozalayapmiz. Yoshlar suv bilan ta'minlab turibdi. Assalomu alaykum hammaga. Meni ismim Vahidbek, yoshim 10da. Biz mana suv tarqatib yuribmiz. Qo'ldan kelgancha ish qilamiz. Har kim bu ishni qilmaydi, to'g'risida dangal gap. Ota-onasiga rahmat. Bugungi hasharimizni bir ajoyib mehmoni desak ham bo'ladi. Xuddi bir davrani mehmoni deymiz. Qabristonimiz mehmoni. Sardorbek ukajonim boshlari omon bo'lsin, o'zlarining jamoalari bilan keldilar. Biz Sardorbekka 4 gektarlik qabristonimizni sinov uchun 1 gektarini mana shu bo'limini topshirgan edik. 3 soat tinmasdan harakat qilib, mana soat 5 da kelishganmiz, mana 8 bo'lyapti. O'zlariga topshirilgan planni ortig'i bilan bajardilar. O'zingiz ikki og'iz gapingiz. 1 gektar emas, qo'ldan kelgancha xursand bo'ldim. O'zi 2 marta qatnasha olmadim. Zo'r bo'ldi. Mana kelib energiya bilan juda yaxshi ish. Ani ochishga bora ketadigan bo'lsa, ani vayniliga o'xshab ishlarga o'zimiz ham maza qildik. Ha, endi anu yakshanba kuni konditsioner tagida yokida basen bir chekkasida yoki kondori bor mashinada o'tirsa ham bo'ladi. To'g'ri, lekin shunaqani ham o'zini ingliz tilida vibe bor dedi-yu, gashti bor. Katta hashar elga yarashar. Oldinlari ko'p insonlar shu o'zbek milliy hashar o'zi butun dunyoga milliylikda bu ham bir. Shuni qaytarishimiz kerak, birlashishimiz kerak. Mana shunaqa hasharlarni siz ham to'xtatmang endi bu yog'iga. Qo'ldan kelgancha. Davay, siz mana bratishka bo'lib, uka bo'lib biza kelib yordam berasiz. Biz yoshimiz endi o'tib qoldi, qir-birga qarab ketdik. Bizniki endi bu yoqqa yaqinlashib qoldi. Yo'qolib ketib qolsak, sizlar davom ettiraverasizlar. Tak что, meni ham qabrimni o'tlarimni o'rib, mana shu yaxshi odamni boraverasizlar, xo'p? Sardorbekka rahmat. Jamoalardan Allohim rozi bo'lsin. Ajoyib ishlashdi. Hozir endi ishlaganga yarasha oshni ham 2 hissa solib beramiz. Rahmat. Bu bilan qo'ylarni so'yib qo'ydik. O'zi oshga keluvdik. Bozga kerak, lekin rosa ishladilar. Hasharimiz nihoyatda yaxshi ketyapti. Mana bir uzog'i bilan yarim soatlik ishimiz qoldi. Xudo xolasa tozalab bo'yapmiz. Shularni hashar tashkilot qilgan tashkilotchilarni ham Alloh taolo omadlarini bersin, umrlari uzoq bo'lsin. Rahmat, savobidan o'tganlarni bahramand qilsin Alloh taolo. Mana ko'rdinglarmi? O'rganimizdan keyin holat shunaqa. Agar haqiqiy insonni, yotgan insonni bola chaqasi yoki nevaralari o'z vaqtida shuvat turishganda o'zlari
nimaga rishotga qo'yishadi? O'lik tirilib qochib ketadimi deb gapirishadi-da. Endi hazil qilib gapiryapman-ku, lekin shunaqa yozishadi. Rishotkalarni qo'yishi sababi deb o'ylayman o'zimcha, o'sha qabrni mana ko'ryapsizlarmi? Mana o'tlari o'rilmagan bo'lsa, har qish, kuz ustin qor yog'ib, u bosilib qabr yovib tekis bo'lib ketadi. Va 5-6 yilda safarga chiqqan yoki da musofirda yurgan aka-ukalarimiz qaytib kelsa, ota-onasining qabri yoki da o'sha aka-ukasining qabri yovib tekis bo'lib ketgan bo'lmasligi uchun menimcha o'ylashim bo'yicha shu rishotkani qo'yib ketishadi. Endi hamma mamlakatda har xil. Ko'proq biz qabrlarni mana obod qilyapmiz, ko'proq Qrimlarni qabristonida biz rishotkalarni juda ko'p ko'rdik. Lekin mana o'tgan safar Yangiyo'l qabristonida ham deyarli 80% qabrlarning ustida rishotkasi bor. Bizga tozalashimizga juda muammo tug'dirdi. Avvalambor biz ishdan qochimiz, bu yerda armiya ishlagani kelgan. Lekin baribir mana bugungi qabristonimizda mana ko'ryapsizlar, rishotkalar yo'q. Shuning uchun mashinka tozalab ketyapti, tashaqachilar, termachilar terib ketyapti. Etekchilar etekka ortib turib, mashinaga musullarni ortishyapti-da, tez bitdi ishimiz. Lekin o'sha xullas shunaqa gaplar. O'sha nima uchun rishotka qo'yadi degan savolga javobim shuki, men o'ylashim bo'yicha o'sha qabr tekis bo'lib ketsa ham hech bo'lmasa rishotkasidan tanib olishsa kerak deb o'yladim. Do'stlar, so'nggi paytlarda kommentlarda shunaqa ko'rib qolyapmiz. Mana 4-5 ta qabristonlarni obod qildik. Deyarli bir xil savol. Aslida nima uchun bu qabrlarni yaqinlari yo'qmi? Nima uchun bunaqa o'tlar o'sib ketgan? Xabar olishmaganmi? Qavm qarindoshlari, farzandlari deb savol berishadi-da. Endi o'tirib, endi bu savolga boshqalar uchun javob bera olmayman-ku. Umumiy bir dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarni, insonlarning yashash tarzini, goh holatlarda o'zimni ham hayotimda solishtirib qarasam, shunaqa bir zamonki, shunaqa bir vaziyatmi, balki bu vaqtinchadir, balki avvalambor tirikdan xabar ololmayotgan bir paytda, menimcha haqiqatdan ham shuning uchun o'liklardan ham hech kim xabar olmayapti. Hamma o'zi bilan o'zi ovoradigan qo'shiq borki, menimcha shu qo'shig'i joyida. Hamma o'zi bilan o'zi ovora, nokaslar qo'lida ishonchli chora. Bir umr qo'msagan mehrga zorim, muncha arzon bo'lding arzanda jonim. Endi kutmagayman hech kimdan shafqat, Allohim o'zingdan so'rayman faqat. Umidvor bo'lmasin chashma giryonim, muncha arzon bo'lding arzanda jonim. Hurmatli do'stlar, aka-ukalar, bizda g'alati ish bo'lyapti. Ya'ni biz srogidan oldin, ancha oldin ishimizni tugatib qo'yapmiz, lekin shuncha katta maydonda ish juda ko'p. Endi yana tozaroq urmoqchimiz. Hojiboy aytgandek, mana shu chuqurroq haydashga deydi. Hozir chuqurroq haydaymiz, chunki oshimiz hali pishmagan. O'zi uyda o'tirsangiz issiqda dimi qilib ketyapti. Lekin mana bu yerda ko'pchilik bilan yoziladi. Odam yoziladi. Hashari begonasi bo'lmaydi. Rahmat hammaga, kelgan hasharchilarga, hamma sog'lom rozi bo'lsin akalar. Bitta yakshanbani bag'ringlardan kechib kelib, xizmat qilib, oshlarni yeb, duoni olib ketinglar. Mana do'stlar, Dalgajdanni oshimiz ham pishdi, xudo xolasa. Oshimiz dahshat bo'lgan. 60 kilo guruchga 60 kilo go'sht. Pashti shunaqa, ha, Botir aka? Tenga teng. Choyxona oshi nima deydi? To'y oshi. Ha, to'y oshi, lekin birga bir bo'lgan. Xullas, galam dahshat. Ha, qayla go'sht qayla. Hasharlarimiz bundan-da kengayib boraversin. Bizning hasharamizni o'rniga olib, yoshlarimiz ham bizga ergashib, katta joylarni obod qilishsin. Amin. Allohu akbar. Bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli do'stlar, biz buni uddaladik. Keskin, ya'ni o'sha eski Kirov qishlog'idagi qabristonni obod qildik. Demak, biz buni uddaladik. Hurra! Uzoqdan kelganlarga, otaxonlarimiz ham xizmat qilishdi. Osh pishirgan oshchi akalarimizga ham, choy tashigan ukajonlarimizga ham, uzoq yaqindan kelganlarga ham, boshqa davlatdan kelganlarga ham, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istondan kelgan aka-ukalarimiz ham bor. Hammasiga rahmat.